Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyada size gacıyoruz. Leksiyaya bir gün burun oturga çıktık. Bunun sebebi yüzümüzce hazırki vaziyetini ciddirek dedik. Şuna bir gün burun vatandaşlarına haberdar kılaylı dep oyladım. Vaziyet doğrusu iki kız gep kılsam, birincisi 11. ayda aldığımız Amerika Koşmuş Ştatlarının Deniz Armiyası Tayvan boğuzu ve şundakla Cenuba Deniz'e her bir manevra elip vardı. Emeli ok bilen, emeli meşgulen. Ondan keyin hazır torbetri çıkıvatkan iki gep daha makalı bop kelmedi ama tor filmlerde inkas kılınavatdı. Biri Amerika, Cungo iki devlet oturdu ki Saudi münasebetleri üzülüp gitemdi. Üzüp gitemdi. Ondan keyin 11. ayda eğer Prezident Trump bilen Reis Xi Jinping Argentina'da görüşüdüğün bolsa Cungo zada qaysı derecede yol koydu. Qançılık yol koyalaydı. Muşu mesele hazır münazirde yoki tor filmlerde, tor betlerde ilan kılınıvatıdı. Muşularını qoşqandı. Bunun içinde andın Amerika Qoşmuş Ştatları Aksaray Prezident Trump'ның devlet bexatarligi maslahatchisi John Bolton yakında bir abzas yoki 2-3 abzas degidek bir söz, bir ibarani ko'rsatib so'zladi. Bu Amerika Cungo münasebetinin her bir işte münasebeti dairesiga münasebetlik söz bo'ldi. Şuna biz bugün muşu temalar, muşu mazmunlarni davr qilgan holda vatandaşlarga leksiya so'zlaymiz. Birincisi, men gerçi ahiri qo'yay degandim, ahiri qo'yay desam kechikib qoldigandek turdi u vaziyatdan sizlarga. Şuna hozir uni 5'e koydum. Mavzumunda Amerika Qo'shma Shtatlari davlat bexatarligi maslahatchisi agar Cungo dengizda yana ig'vogarchilik qiladigan bo'lsa, urushga kirish prinsipiy holatiga qarab mangamiz. Urushga kirish prinsipiy holatiga qarab mangamiz. Mavzuli xabar Erkinlik Vaqt gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlar Dengiz Armiyasining bir dona qo'g'lig'icha parxoti Decatur belgilik parxoti 9 ayning 30 kuni Janubiy dengizda qatnab yurganda kutmagan yerdan Ozodlik armiyaning Lanju belgilik harbiy parxoti etilib kelib, iki parxot o'zaro soqilib ketgili tas-tamas qoldi. Amerika Qo'shma Shtatlar Aksaray davlat bexatarligi maslahatchisi John Bolton yaqinda bu ish to'g'risida mundaq ko'rsatdi. Agar Cungo yana ig'vogarchilik qiladigan bo'lsa, urush parxotlarining qo'mondonlari, ofitserlari urushga kirish prinsipi bo'yicha bartaraf qiladi. Diqqat vatandosh. Agar Cungo yana ig'vogarchilik qiladigan bo'lsa, urush parxotlarining Amerika urush parxotlarining qo'mondonlari, ofitserlari urushga kirish prinsipi bo'yicha bartaraf qiladi. John Bolton davlat ishlar bexatarligi maslahatchisi John Bolton Cungoga ogohlantirib mundaq ko'rsatdi. Amerika harbiy parxotlarining qo'mondon ofitserlari urush holatiga kirishga huquqli. Herkes o'xshash usul bo'yicha Amerika armiyasiga ig'vogarchilik qilma. Davlat bexatarligi maslahatchisi John Bolton mundaq ko'rsatdi. Amerika harbiy parxotlarining qo'mondon ofitserlari urush holatiga kirishga huquqli. Herkes o'xshash usul bo'yicha Amerika armiyasiga ig'vogarchilik qilma. Washington Munari gazetining xabariga asoslanganda John Bolton radio obzorchisi Xat Xebitning maxsus ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Biz Amerika armiyasiga tahdid soladigan harakatlarga qarab tura olmaymiz. Biz dengiz yo'lini echib etishni davomlashtirishga bel bog'ladik. Buni Cungolukla
tushunishga tegishli bir ish. Ularning uzundan beri qilayotgan ishlari aslida qilishga tegishli bo'lmagan ishlar edi deb ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat bexatarligi maslahatchisi Jon Bolton. Jon Bolton Jungoga ogohlantirib mundaq ko'rsatdi. Amerika harbiy parxodlarining qo'mondan ofitserlari harbiy parxodni qo'g'dishi kerak. Bu qo'mondonlar jiddiy ahvolga yo'liqqanda urush holatiga kirishga ruxsat qilindi. Bu qo'mondonlar jiddiy ahvolga duch kelganda yo'liqqanda urush holatiga kirishga ruxsat qilindi. O qayta ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Qo'mondon bizga kerak bo'lgan huquqqa ega. Qo'mondon bizga kerak bo'lgan huquqqa ega. Davlat bexatarligi maslahatchisi Jon Bolton 11-kuni Twitterga fikr qoldirib mundaq ko'rsatdi. 10-oyda o'sha oyda Amerikaning bexatarlik manfaatini ilgari surish uchun shu bo'yicha safarga chiqishni boshlayman. Chet el matbuoti oshkorlab mundaq ko'rsatdi. Davlat bexatarligi maslahatchisi Jon Bolton 20-kuni Rossiyaga Moskvaga yetib keldi. Jon Bolton 20-kuni Rossiyaga Moskvaga yetib keldi. 24-kuni G'arbiy Osiyodagi davlat Ozarbayjonga ziyorat qilib orqadilar. Armeniyaga, Sharqiy Yevropadagi Gruziyaga ziyoratga bordi. Xabarlarga asoslanganlar bu davlatlar Jungoning bir balbog' siyosati, bir yo'l tashabbusi bilan, mushu plan bilan munosabatlik davlatlar. Şuna buna beşiğimi ahırın baş xabar qo'shmadim. Mushu xabarning o'zini yoki taqoldi sizlarga yetkazdim. Birinchi betga qo'yib yetkazdim. Hurmatli vatandosh, hozir Amerika Jungo o'tirishilik emaslar. Harbiy ishlarga munosabatlik, harbiy ishlarga bog'lanishlik munosabatlarning taraqqiyoti qaysiga yetdi degan gapga yoki shunday savolga bugun Jon Bolton javob berdi.